Biologik va gormonal o'zgarishlar hisobiga homiladorlikning dastlabki 3 oyligida ayol jinsiy mayli anchagina pasayadi. Ayrim olimlar buni homiladorlikka bog'liq qo'rquv instinkti bilan bog'lashadi. Chunki odatdagidek kechadigan jinsiy munosabat ayol va homilaga xatar tug'dirishi, masalan, qon ketib homila tushib qolishi ham mumkin. Homiladorlikning 4-7 oylarida esa aksar ayollarda jinsiy xohish kuchayishi kuzatiladi. Homiladorlikning 8 va 9 oylarida yana vaziyat o'zgarib, jinsiy mayl susayadi. Bu holat homilador ayoldagi tug'ruq oldi charchoqlari bilan bog'liq hisoblanadi. Umuman olganda, homiladorlikning dastlabki 3 oyida jinsiy munosabatlarni keskin kamaytirish, qo'shilganda ham ehtiyotkor bo'lib, shiddatkorlikni pasaytirish tavsiya etiladi. Ayol homiladorlik payti ham hayz taqvimini belgilab borishi lozim. Chunki odatda hayz jarayoni ro'y beradigan muddatda bachadon tashqi ta'sirlarga o'ta sezuvchan bo'lib qoladi. Shu bois jinsiy yaqinliklar natijasida qon ketishi yoki homila tushib qolishi mumkin. Yana bir narsaga e'tiborni qaratish kerakki, jinsiy aloqa vaqtida erkak og'irligi ayolga tushmasligi o'ta muhimdir. Qaysi holatlarda jinsiy aloqa qilish mumkin emas? Agar homilador ayol nozik va kasalmandroq bo'lsa, agar ayolda oldingi homilalar tushib qolishi ro'y bergan bo'lsa, agar oldingi qo'shilishlardan so'ng qindan ajralma yoxud suyuqlik kelishi ro'y bergan bo'lsa, jinsiy munosabatdan so'ng sababsiz qon ketishi muqaddam ro'y bergan bo'lsa, jinsiy aloqa noxush tuyg'u yoxud og'riq bilan ketishi kuzatilsa, aloqada lazzatlanish to'lg'oq paydo bo'lishiga moyillik tug'dirsa, yo'ldosh oldida joylashganligi yoki homila atrofidagi suyuqlikning barvaqt ketib qolishi xavfi tug'ilsa, jinsiy munosabat keskin to'xtatib turiladi. Mazkur hollarda homiladorlikning qaysi muddati bo'lishidan qat'iy nazar jinsiy munosabat taqiqlanadi. Tibbiyot esa tug'ruqdan 2 oy oldin jinsiy hayot mutlaqo to'xtatilishini tavsiya etadi. Xulosamiz shuki, ayol bu sizning ayolingiz. Bo'lajak farzand ham albatta sizning farzandingiz. Ehtiroslar qanchalik junbushga kelmasin, erkak o'zini qo'lga olishi maqsadga muvofiqdir. Chunki farzandning sog'lom tug'ilishi eng muhimidir. Sizga esa sog'lik salomatlik tilab qolgan holda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.